Mintaqa balki dunyo miqyosida biznes yuritishning qulay lokatsiyasi sifatida e'tirof etilmoqda. Buni yurtimizda xorijiy investitsiya ishtirokida ro'yxatdan o'tgan korxonalar sonining 18.164 tadan oshgani ham tasdiqlaydi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan e'lon qilingan ishbilarmonlik faolligi indeksi bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, yurtimizda biznes faolligi o'tgan yilda mo'tadil o'zgarish xususiyatiga ega bo'lib, 2024-yilga nisbatan o'rtacha 9.8% ga o'sgan. Qator indikatorlar asosidagi tadqiqot natijalariga doir ma'lumotlar bilan ko'rsatkichlar omillarini o'rgangan Sohiba Toshqulova sharhida tanishing. Ishbilarmonlik faolligi indeksi mamlakatning real biznes harakatini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichdir. Aynan ushbu indikator orqali iqtisodiy faollik darajasi baholanadi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi taqdim etgan tahlil natijalariga ko'ra, 2025-yil davomida O'zbekistonda ishbilarmonlik faolligi indeksi mo'tadil o'sishni saqlab qoldi. Yil yakunida indeks ko'rsatkichlari 2024-yilga nisbatan o'rtacha 9.8% ga oshgan. Mutaxassislar fikricha, bu biznes muhitida barqarorlik va iqtisodiy ishonch saqlanayotgan ko'rsatadi. Ushbu indeks 4 ta komponent orqali baholanib, banklararo to'lov operatsiyalari, tovar xomashyo birjasidagi faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar soni dinamikasi, yangi turdagi brendlarning ro'yxatga olinishini o'z ichiga oladi. Ishbilarmonlik faolligi indeksi 2025-yil dekabr oyida 1067 birlikni tashkil etib, o'tgan oyga nisbatan 6.7% ga hamda o'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 22.3% ga sezilarli darajada ortgan. Ushbu davrda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 2026-yil 1-yanvar holatiga 9.4% ga ortgan. Bunda yirik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 11% ga, kichik korxonalar soni 12.7% ga ortgan. Ishbilarmonlik faolligi indeksi hududlar kesimida ham ijobiy ko'rsatkichlarni namoyon etgan. Eng yuqori o'sish Qashqadaryo viloyatida qayd etilib, ushbu hududda biznes faolligi qariyb 60% darajasida baholangan. 2025-yil dekabr oyida ishbilarmonlik faolligi indeksi barcha hududda o'sish kuzatilgan. Jumladan Qashqadaryo 59.9, Sirdaryo 53.6, Surxondaryo 51.9 va Toshkent viloyatida 49.8% ga sezilarli darajada o'sish kuzatilgan. Mutaxassislar fikricha, bu hududlarda biznes faolligi, to'lov operatsiyalari va bozor harakati jadallashgani bilan izohlanadi. Xususan, dekabr oyida banklar aro to'lov operatsiyalari soni 7 milliondan ortiqni tashkil etib, qariyb 18% ga o'sgan. 2025-yil dekabr oyida respublikaning 14 ta hududida yuridik shaxslar o'rtasida bank operatsiyalari soni noyabr oyiga nisbatan oshgan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 53.7% ga, Qashqadaryoda 45.6% ga, Surxondaryoda 39.2% ga va Sirdaryo viloyatida 36.7% ga oshgan. Tovar xomashyo birjasidagi faollik ham ishbilarmonlik muhitining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. O'tgan yilning dekabr oyida ushbu indikator 15.6% o'sishni qayd etgan. Shuningdek, yangi tovar belgilari va brendlarni ro'yxatga olish ko'rsatkichi ham oshgan. Dekabr oyida yuridik shaxslar tomonidan 447 ta yangi tovar belgisi ro'yxatdan o'tkazilib, ushbu komponent bo'yicha indeks 26% dan ortiq o'sishni qayd etgan. Muxtasar aytganda, 2025-yilda O'zbekistonda ishbilarmonlik faolligi indeksi natijalari iqtisodiyotda barqaror va ijobiy o'sish davom etayotganini ko'rsatdi.